aka, bu qo'zilar tezlik beraman aka. Bu 3 ta deyishmas aka. 8 tasi bepul ketadi aka. Mana shunday qo'zidan 8 tasi bepulmi? Aka, bepul ketadi aka. Yek gap bu. Emasman. Aniq erkak emasmisan? Emasman aka. Yek gap. Akalar mana ko'ryapmiz, mana shunday qo'zilardan 8 tasi xudo xolasa To'lqinjon akamizdan tekinga berilar ekan. Buning uchun nima qilish kerak? Onasini pulni sotamiz, qo'zilar tezlik ketadi aka. Onasini ham ish qilib baland narxga sotmaymizmi? Aka, arzonroqda sotamiz aka. Yek Bomba gap bo'ladi bu. aka xalqimiz uchun. Akalar qo'ylarga e'tibor beringlar. Mana shunaqa sifatli qo'ylarimizni To'lqinjon xalqimiz uchun arzon narxga beraman deyaptilar. Qo'ylarni qaranglar, qanaqa gigant, bemalol mol qilaman deydi akalarimiz uchun sifatli mana shunaqa gigant qo'ylarni To'lqinjon Qashqadaryo viloyati G'uzor tuman Jarari mahallasida sotyaptilar. Aka, 8 tani qismi bepul bermaydi aka. Yek gap yo'q mana. Erkaklarimiz uchun aka. Joningiz sog' bo'lsin. Akalar mana ko'ryapmiz, mana qo'zichalari yaxshi. Buni soni nechta? 12 ta aka. 12 ta. Bundan 8 tasi tuqqan ekan-a? Ha, 8 tasi tuqqan, 4 tasi bo'g'oz aka. Tikka bo'g'oz turibdi. Mana akalar, 4 tasi bo'g'oz, 8 tasi tuqqan ekan. To'lqinjonning dastlabkasini nima qilamiz? Aka, yechilashmas, 12 ta viloyatda dastlabki bor aka. Yek gap, mana akalar. 12 viloyatga xudo xolasi dastlabkasi bor. Bemalol telefon qilaverasizlar. Qo'ylarni qaranglar, qanaqa gigant toza badanlari, ancha go'shi ham yaxshi, bo'ylari ham ancha baland ekan. Sildiraman. Ha, nech puldan beramiz? Aka, 7 milliondan bo'lsa, dastlabki ketadi aka. 7 million qimmat, sinmadi. Yana ozroq tush. Aka, 100 ming o'tib beraman xalqim uchun. Yana ozroq. Aka, bo'lsa xalqimiz 700 million o'tib beraman aka. 6 million 800 danmi? 6 million 800 millionda dastlabki qilib beraman aka. Gapmi? Gap aka, yetkamas bilaga. Akalar mana ko'ryapmiz, xudo xolasa 6 million 800 dan mana shunaqa bo'ylarini bemalol 85 plus chiqadigan qo'ylarimiz sotilyapti. Endi akalar yoshiga keladigan bo'lsak, bitta 6 kishi bor ekan, akalar ikkita 4 kishi, qolgan hammasi akalar 2 kishi ekan. Bemalol mol qilaman deydigan akalarimizga to'g'ri keladigan yosh sifatli qo'ylarimiz yetib kelgan. Nomerlar pastda telefon qilib baraka qilamiz. Hammamizga mana shunaqa sifatli qo'ylardan nasib qilsin.